Avtomobillar, mini traktorlar, o't o'radigan kasilkalar, bu tomonda aravalarimiz va undan tashqari agregatlarimizni optim narxlarda so'ragan akalarimiz uchun bugun sizlar uchun barcha turdagi mana shu yerda ko'rib turgan texnikalaringizni qo'ldan kelgancha ma'lumotlari, narxlari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan mini o't o'radigan kasilkalarimizni yangi partiyalarini olib kelib qo'ydik va undan tashqari motobloklar uchun arava so'ragan akalarimiz uchun bu tomonda aravalarimizni ham olib kelib qo'ydik. Undan tashqari motobloklarga agregat qidirib yurgan akalarimiz uchun 750 xil modeldagi agregatlarimiz, mini mana shu turdagi motobloklarimiz va undan tashqari boshqa turdagi 7, 9, 13, 15, 17 va 20 ot kuchli mini traktorlarimizgacha har xil turdagi assortimentlardan yetib kelgan. Bu videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shu yerda ko'rib turgan barcha turdagi texnikangizni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana shu videoni ko'rib o'tirib, videoga bitta like bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qo'yganingiz uchun hozir aytib o'tilayotgan narxlardan ham albatta kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Birma-bir ma'lumotlari va narxlarni tanishtirib o'tishdan boshlaydigan bo'lsak, birinchi navbatda mana shunday o't o'radigan kasilkalarimizni qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Hozirgi kunda bizning do'konlarimizda mana shu turdagi o't o'radigan kasilkalarni xohlasangiz mini varianti, xohlasangiz 8,5 ot kuchli varianti, xohlasangiz 7 ot kuchli varianti va undan tashqari Belarus firmasiga tegishli original bo'lgan modellaridan olib kelib qo'yganmiz. Bu kasilkalarimiz hozirgi kunda asnovnoy beda, sholi, bug'doy va bog'larda ichidagi o'tlarni o'rish uchun juda ham eng yaxshi tanlov bo'ladi. Xo'p, bu mini o't o'radigan kasilkalarimiz hozirgi paytda bizning do'konimizda assortimenti juda ham ko'p. Bemalol kelib, mana shu turdagi mini variantlarini $100 dan boshlab $150 gacha variantlari bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari mana shu turdagi 8,5 ot kuchli variantlari kerak bo'lsa, segmentlari tepa tomon qismi ham, pastki tomon qismi ham ishlaydigan variantlari va tepa tomonni o'zi ishlaydigan variantlari bor. Bu degani двойной segmentli va bittali segmentli varianti bor. Panijni, повышение, bor скоростli varianti bor va oldiga va orqaga yuradigan отдельный xodlari bor. Bu degani hozirgi paytda mana shunday o't o'radigan kasilkalarni bizning do'konlarimizda atiga $400 dan boshlab $1300 gacha assortimenti bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Bulardan ham tashqari do'konni ichida boshqa turdagi variantlardan ham bor. Bemalol kelib tanlab o'zingizga yoqqanini narxini arzon narxlarda olishlaringiz mumkin. Bu degani oddiy mana shu Belarus modelini o'zini ham e'tibor berishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda narx-navolari $850, $900 va $1000, $1200, $1300 gacha har xil assortimenti bor. Mana shu turdagi bitta segmentli variantlarining narxi esa hozirgi paytda $500 dan boshlab $850 gacha assortimenti bor. Bemalol kelib o'zingizga yoqqan tanlang, narxini kelishtirib beraman. Undan tashqari hozirgi paytda mini kultivator so'ragan obunachilarimiz uchun mini kultivatorlarimiz ham 5 ot kuchli, 3 ot kuchli, karterli deysizmi, xohlagan variantingizdan olib kelib qo'yganmiz. Bularda pul bo'shatish uchun eng arzon variantlarini atiga $100 dan 1,200,000 so'mdan berib yoramiz. Xohlaganlar uchun 5 ot kuchli varianti, karterli variantlari har xil assortimenti bor. Narx-navolari 2,300,000 so'm, 2,500,000 so'm, 2,800,000 so'm, 3 million so'm, 3,300,000 so'm har xil assortimenti bor. Bulardan ham kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Undan tashqari bu mini kultivatorlarning kichkinalik qiladi deb so'ragan akalarimiz uchun bundan ko'ra salgina kattaroq 7 ot kuchli modeldagi motobloklarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Bu 7 ot kuchli motobloklarimiz ham hozirgi paytda 350 xil modeli bor akalar, e'tibor beringlar. Har xil modellar asosida ishlab chiqarilgan va bularning ichida eng originali hisoblangan Belarus 550 talik katta korobkali variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Xohlaganlar uchun salarkali, xohlaganlar uchun benzinli modellaridan 7 ot kuchli motobloklarimiz ham sotuvda bor. Bu 7 ot kuchli motobloklarimizni hozirgi paytda bizning do'konlarimizda eng arzon variantlarini e'tibor berishlaringiz mumkin. Narxi atiga 2,300,000 so'mdan
berib boramiz. Faqatgina obunachilarimiz uchun. Videoga like bosib, kommentariyaga omad yozganingiz uchun mana shu 7 tushli benzinli motoblogimizni 2 million 300 ming so'm evaziga sizga berib boramiz. Undan tashqari boshqa turdagi mana 7 tushli motobloglarimiz ham bor. Xohlaganlar uchun farali, xohlaganlar uchun starter kalitda yuradigan variantlari hammasidan bor. Bu tomonda ham 7 tushli motobloglarimiz va ichkari tomonda skladda ham bor motobloglarimiz hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin. Bularning ichida 7 tushli motobloglarning ichida eng zo'rini o'zing tavsiya beradiganing qaysi biri deb so'ragan akalarimiz uchun albatta biz Belarus modelidagi motobloglarimizni tavsiya beramiz. Bu Belarus motobloglari oddiy motobloglarga qaraganda sifat tomonlama motorlari e'tibor beringlar. Karburatorlari yaponskiy karburatorlardan qo'yilgan, soatiga 1,5 litr benzin rasxod qiladi va original bo'lgan moy datchiklardan qo'yilgan va motorda zashtalarigacha bor. Undan tashqari reduktori tomonlama ham aytib o'tganimdek katta korobkadan qo'yilganligi uchun bu motobloglarga 1 yildan 2 yilgacha garantiyalari ham bor. Xohlaganlarga mana shunday mexanika, xohlaganlarga avtomat korobkali, xohlaganlarga har xil turdagi rollari gidravlika variantlardan hammasidan bor. Bizning do'konlarimizda faqatgina 2 million 300 ming so'm va 4 million 4,5 milliongacha emas, xohlaganlar uchun 3,5 million so'mlik, xohlaganlar uchun 4 millionlik, 3 million 800, 3 million 500 va undan tashqari 5,5 million so'mgacha bu turdagi 7 tushli motobloglarimiz bizning do'konlarimizda har xil assortimenti bor. Kelib bemalol tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Kelsalaringiz narxlarni kelishtirib beramiz. Aytib o'tilgan narxlardan albatta kami bor. Arzon narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari bu tomonda e'tibor berishlaringiz mumkin. Mini traktorlarimizdan boshlab 9 tushli motobloglarimizgacha har xil assortimentlarni olib kelib qo'yganmiz. Bularda ham qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda 7 ga 9 lik modellari, 9 tushli modellari, 15 tushli, 13, 17 va undan tashqari salarkali, benzinli hamma variantidan bor. Hozirgi kunda 7 ga 9 modellarimizning narx-navolari 3,5 million so'mdan boshlab 5 million so'mgacha variantlari bor. Undan tashqari 9 tushli motobloglarimizni o'zini narxi 4 million 800 ming so'mdan boshlab 6,5 million so'mgacha modellari bor. Xohlaganlar uchun 15 tushli original bo'lgan motobloglarimizda farali, starterli har xil variantlari bor. Bularimizning narx-navolari hozirgi paytda 6 milliondan boshlab 8,5 million so'mgacha modellari bor. Undan tashqari 360 gradusgacha burila oladigan TX motobloglardan so'ragan akalarimiz uchun TX motobloglarimizni 550, 650, 700 talik korobkali variantlari bor. Bularimizning narx-navolari hozirgi paytda 7,5 million so'mdan boshlab 10 million so'mgacha variantlari bor. Bemalol kelib tanlab olishlaringiz mumkin bulardan ham. Xohlaganlar uchun aytib o'tganimdek salarkali motobloglarimizdan ham bor. Salarkali motobloglarimizni hozirgi paytda 15 va 17 tushli modellari bor. 15 va 17 tushli modellarning narxi 8 million so'mdan boshlab 9,5 million so'mgacha chiqadi. Undan tashqari mini traktor qidirib yurgan akalarimiz uchun mini traktorlarimizdan ham 4x4 modellaridan olib kelib qo'yganmiz. To'rala baloni ham tortadi va e'tibor berishlaringiz mumkin. 4 tadan skoroslari bor. Oldi tomon va orqa tomon addenni qo'shib ajratish imkoniyati bor. Bularning komplektga mana shunday frezalari qo'shib beriladi, damkratlari qo'shib beriladi va orqa tomonlari xohlaganlar uchun mana shunday enshalar elektronniy variantidan, xohlaganlar uchun enshalari yo'q varianti. Bularimizning narx-navolari hozirgi paytda $1,800 boshlab mana shu turdagi eng full variantlari $2,600 chiqadi. Bu degani komplektiga 8 qatordan 10-16 qator frezalari, pluglari, chizillari, ocharlari hamma narsasi bilan komplekt $2,600 chiqadi. Kelib bemalol o'zingizga yoqqan motobloglar deysizmi, mini traktorlar deysizmi, hammasini kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor va undan tashqari motobloglar uchun jatga so'rab yurgan akalarimiz uchun motobloglarga $150, $400 va $750lik. Undan tashqari space jatga qidirib yurgan akalarimiz uchun puli yengilidan atiga $1,100 ga siz obunachilar uchun berib yoramiz. Ikkita parrayli, yonida vertikalli pichoqlari bor, 9 tushli modeli, reduktorlari katta variantidan. Bu o'zimizda mana shu yerda tirikchilikka ishlatilgan 50 soti
beda o'rgan, lekin 100% hamma yo'g'i ishlaydigan kesalaringiz ishlatib beramiz. Buni yangi modellari ham bor. Narxi 1200 dan 1400 dollargacha chiqadi. Kelib o'zingizga yoqqanini tanlang, narxini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Hozir aytib o'tilgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari bizning do'konlarimizda bu tomonda mana o'tiradigan kasilkalarimiz, selkalarimiz hammasidan bor, bemalol kelib, o'zingizga yoqqan texnikani sotib olishlaringiz mumkin. Bu tomonda drabilkalarimiz, motorlarimiz. Undan tashqari aytib o'tganimdek, yetarli darajada mana shuni agregatlarimizdan sotuvda bor. Bu tomonda gusunissali, sepli motobloklarimiz hammasidan bizning do'konlarimizda bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Mana shu turdagi texnikalarni Optim bazasi hisoblanadi. Kelib xohlaganlar mana shuni yig'ilgan holatda sotib olishlaringiz mumkin, xohlaganlar upakovka holati. Undan tashqari aravalarni ham narx-navosini so'ragan akalarimiz uchun aravalarimizni 3,5 million, 2,5 million, 2 million 300 ming, 2 million 200 ming, 1 million 800 ming so'm har xil varianti bor. Bularni razmerini katta kichikligiga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. 1 million 800 dan 3,5 million so'mgacha aravalarimiz bor. Kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Biza aytib o'tganimdek, kelib mana shu yerda o'zida motobloklardan xohlaganingizdan tanlaganingizdan keyin hozir aytib o'tilgan narxlardan albatta kami bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Bundan tashqari bizning do'konlarimizda boshqa turdagi assortimentdagi e'tibor berishlaringiz mumkin texnikalarimiz. Bu tomonda instrumentlarimiz va undan tashqari suv nasos, dvijok hamma texnikalarimizdan sotuvda bor. Bemalol kelib bulardan ham sotib olishlaringiz mumkin. Bu tomonda dori apparatlarimiz, suv nasoslarimiz. Undan tashqari videolarga like bosib, kommentariyaga omad yozganingiz uchun mana shu barabarni kelib aylantirasiz va bu joydan nimaiki sovg'a tushishidan qat'iy nazar siz obunachilar uchun 1 so'm pulsiz motoblok sotib olganingiz uchun tekinga qo'shib beramiz. Kimga mana shu turdagi texnikalar zarur bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzilda yana bir qator tushuntirib ketaman. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Videolar foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.